Qanday azizlarim, Masay qaybalasiga uyushtirilgan sayohatimiz sizlarga ma'qul bo'ldimi? Endi sekin jiddiylashamiz. Hayvonlar tomonga o'tamiz endi. Amboseli degan parki bor, o'sha tomonga o'tamiz. Bemalol kofeni damlab, popkornda olib, yaxshilab joylashib o'tirib olaveringlar, chunki hali beri mashinamiz kelmaydi. 1 oyga yaqin vaqt bor mashinamiz kelishiga va biz Keniyani o'zidan 200 ga yaqin video qo'yishga qaror qilganmiz. Keniyani kirmagan teshigimiz qolmaydi. Hamma joyga kirib chiqamiz, azizlarim. Bemalol o'ynashib olavering. Ana seriallarda qo'yin, u nima deydi, haligi siqas chiqib ketgan seriallar bor-ku, ana televizordagi. Keliniga kun bermaydigan yomon qaynona, boshlig'ini shofir bilan yurib ketgan xotin, ikkinchi xotinga bildirmay uylanib olgan shunaqa siqas chiqib ketgan mavzular qo'yinglar. Undan ko'ra mana Afrikani noldan kashf qilamiz. Hamma yo'g'inlarni bir boshdan ochib beraman. Yaxshilab o'ynashib olib o'tirib olaveringlar. Bir men emas, hammalaringiz juda ham yaxshi bilasizlar, hamma bu yerga maqtanish uchun keladi. Ya'ni Afrikaga kelib olib o'sha zebralar bilan tushgan mehmonxonasini yoki sherni oldida bir ikkita video qo'yib olib turib, orqasi yirtilib ketguncha like, podpiska so'rab, hammasi jonga tegadigan blogerlar. Biz unaqa bo'lmaydi. Bitta ikkita video qo'yib, bizda maqtanish bo'lmaydi. Roten yemiz, kuyib ketgan haligi to'g'di oyog'ini yeymiz va yana bir narsalarni yeymiz. Xullas, eng chekka joylarigacha hamma joyni yoritib beramiz. Bizda maqtanish bo'lmaydi. Yurechani qizartir, bir bola siqas chiqib ketgan gaplar bo'lmaydi. Sirasi maqsadga o'tiladi. Xullas, biz bilan Xullas, ertadan yangi serial boshlanadi. Men-ku tayyorman. Sizlar tayyormisizlar? Ko'rmaganmisan o'zbeklarni oldin? Yuguryaptimi? So'rayapti bu yerdan. Tuyog'ini shiqillatdi bu yerdan. Bo'pti, men qaytdim endi bo'lmasa, kech kiryapti. Naryoqdan ana ikkitasi o'zi bilan o'zi ovora. Hudud talashyaptimi, yer talashyaptimi, xotin talashyaptimi, nimadir qilyapti xullas. Biz esa jirafalar bilan sekin xayrlashamiz. Hali ko'p ko'ramiz sellarda ham. Yo'l eshak. Sen o'zgachasan. Sen hech kimga o'xshamaysan. Savannada qanday quyosh botyapti? Nima deysan, yo'l eshak? Yo'lda qara, hech kim yo'q. Ana bitta o'zimiz sayr qilib yuribmiz. Shunaqangi chiroyli quyosh botyapti, o'zi ham gap yo'q. Sen yaratgan olamu mana kiyiklarni uchratdik. Ular yurishdi. Mana